Bir dinorni qul ozod qilish uchun sarf qilsang, bir dinorni miskinga sadaqa qilsang, bir dinorni ahlingga infoq qilsang, bular ichida ajr eng kattasi ahlingga infoq qilganingdir dedilar. Muslim rivoyati. Savbon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kishining sarf qiladigan dinorlari, pullari ichida eng afzali ahli ayoliga sarf qiladigan dinori pulidir dedilar. Muslim rivoyati. Irbos ibn Soriya roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishi ayoliga suv ichirsa shunga ham ajrlanadi dedilar. Borib ayolimga suv ichirdim va eshitganimni unga aytib berdim. Buxoriy va Tabaroniy rivoyati. Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarning eng yaxshilaringiz ahli ayoliga yaxshi munosabatda bo'luvchilaringizdir. Men ichlaringizda ahliga eng yaxshi bo'lganidirman dedilar. Termiziy rivoyati. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: mo'minlarning iymoni komilrog'i, xulqi go'zalrog'idir. Sizlarning yaxshilaringiz o'z ayollariga yaxshi bo'lganlaridir. Ahmad va Termiziy rivoyatlari. Oysha roziyallohu anhudan Buxoriy rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uy ichida qiladigan ishlar haqida so'ralganda, ahli ayollariga xizmatda bo'ladilar, namoz vaqti bo'lganda namozga chiqadilar deb javob berdilar. Eri unga dinni o'rgatishi va foydali ilmdan biron narsani yashirmasligi ayolning zimmasidagi haqlaridandir. Alloh taolo aytadi: ahli ayolingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham namoz o'qishda chidamli bo'ling. Toha surasi 132-oyat. Sahih-ul Jomiyda Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim ahli ayolidan biror ilmni yashirsa, qiyomat kuni o'tdan bo'lgan jilov bilan jilovlanadi dedilar. Ali roziyallohu anhu Alloh taoloning o'zingizni va ahllaringizni o'tini odamlar va toshlardan bo'lgan do'zaxdan saqlangiz oyat haqida so'zlab, ahllaringizga yaxshilikni ta'lim beringiz dedilar. Hokim rivoyati. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: ayollar ruxsat so'rasalar, masjidlardan bo'lgan ulushlaridan ularni man qilmanglar. Muslim rivoyati. Oilaviy hayotga aloqador rioya qilishi zarur bo'lgan odob va haq-huquqlar. Silsilai sahihada Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Safardan qaytayotib Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga kirgan edim. Ahli ayoling oldiga borganingda yaxshi ish qilgin dedilar. Uyga borgach ayolimga Nabiy sallallohu alayhi vasallam ahli ayoling oldiga borganingda yaxshi ish qilgin dedilar dedim. Ayolim xo'p bo'ladi, marhamat, men tayyorman dedi. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birontangiz uzoq safardan kelsa, uyiga tunda bostirib kirmasin dedilar. Muttafaqun alayh hadis. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ahli ayollari oldiga tunda kelmasdilar. Ertalab yo oqshomda kirib kelardilar. Buxoriy rivoyati. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir g'azotdan qaytib kelarkanlar: ey odamlar, ayollaringiz oldiga tunda kirib borib, ularni g'aflatda qoldirmanglar dedilar. As-silsilatu sahiha. Ayol kishiga iltifot ko'rsatish, u bilan hazil mutoyiba qilish va muboh bo'lgan o'yin kulgularga qatnashishiga ruxsat berish ham uning haq-huquqlaridandir. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Habashlar masjidga o'yin ko'rsatib kirib kelishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: ey Humayro, ularni tomosha qilishni xohlaysizmi dedilar. Men ha dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshik oldida turdilar. Men esa orqa tomonlaridan keldim-da, iyagimni yelkalariga qo'ydim va yonoqlarimni yanoqlariga tekkizdim. Habashlarning o'sha kungi so'zlari orasida Abul Qosim juda yaxshidir degan so'zlari bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetar endi dedilar. Men yo Rasululloh shoshmang dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biroz turdilar. So'ng yana yetar endi dedilar. Men yana yo Rasululloh shoshmang dedim. Habashlarni tomosha qilish men uchun muhim emas edi. Balki men ayollarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning men uchun turganliklari va meni qadrlashlari yetib borishini istar edim. Nasoiy va boshqalar rivoyati. Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga safarlarining birida yo'ldosh bo'ldim. Men u paytlar nozik hali to'lishmagan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga sizlar oldinga ketinglar dedilar. Odamlar ilgarilab ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga keling chopishamiz dedilar. Men u kishi bilan chopishdim va o'zib ketdim. Vaqt o'tib yana safarlarning birida hamroh bo'ldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga sizlar oldinga ketinglar deb menga keling chopishamiz dedilar. Avval chopishganimiz esimdan ko'tarilgan, men ham ancha to'lishgan edim. Yo Rasululloh, men shu ahvolda siz bilan qanday chopishaman dedim. U zot chopasiz dedilar.
Biz chopishdik va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan o'zib ketdilar. So'ng kulib, bunisi avvalgisi bilan teng bo'ldi deya boshladilar. Nasoiy, Ahmad, Tabaroniy va boshqalar rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga idishda sut olib kelinar, hayzli holda bo'lsam ham u zotdan avval men ichar, so'ng kosani Nabiy sallallohu alayhi vasallamga uzatar edim. Shunda mening og'zim tekkan joyga og'izlarini qo'yib ichardilar. Hayzli holimda ustixondan tishlar, so'ng uni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga uzatardim. U zot men tishlagan yerdan tishlab yerdilar. Muslim rivoyatlari. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning zikridan bo'lmagan har bir narsa bema'ni va behuda yoki xato ish bo'lib, faqat 4 ta xislat bundan mustasno. Kishi kamon otib 2 nishon o'rtasida yurishi, otini mashq qildirishi, o'z ayoli bilan dilxushlik qilishi va suzishni o'rganishi dedilar. Nasoiy va Tabaroniy rivoyati. Xulosa qilib aytish mumkinki, er-xotin o'rtasidagi aloqa aqida va din aloqasidan keyin eng yuqori darajadagi aloqa deb e'tibor qilinadi. Shunday ekan, har ikkisi Alloh va Rasulining itoati ostida ushbu aloqani asrab-avaylashlari lozim bo'ladi. Agar o'rtalarida shayton oralab biror xususda janjallashib qolishsa, buning hukmida kitob va sunnatga murojaat qilsinlar. Zotan iymon taqozosi shudir. Alloh taolo aytadi: "Bordi-yu biror narsa haqida talashib qolsangiz, agar haqiqatdan Allohga va oxirat kuniga ishonsangiz, u narsani Allohga va payg'ambariga qaytaringiz. Mana shu yaxshiroq va chiroyli yechimdir." Niso surasi 59-oyat. Shuningdek, oilaviy hayot muvaffaqiyatli davom etishi uchun er-xotinning har biri o'z huquqlari bilan bir qatorda zimmalardagi burch va majburiyatlarini ham yaxshi anglab yetishlari zarur. Muammolar asosan er yoki xotin faqat o'z huquqlarini talab qilgani holida ikkinchi tarafning haq-huquqlari va o'z zimmasidagi majburiyatlari haqida o'ylamasligidan kelib chiqadi. Alloh taolodan to'g'rilik, tavfiq va qabuliyat umid qilamiz. Ushbu amalimizni barcha yaxshiliklarga ochqich va barcha yomonliklarga qulf qilishini so'raymiz. Zero u eshituvchi va ijobat qiluvchi zotdir. Alloh taolo payg'ambarimizga, u zotning ahli va ashablariga salovat va salomlar yo'llasin.